We Master Trade. Hello everyone and welcome back to the interview payout series of We Master Trade. Today we are continuing with an interview featuring a trader from Uzbekistan with translation support from Shoru, client support in Uzbekistan. Let's get started, Shoru. Hi Kandamir, could you please introduce yourself and tell us a little bit about who you are? Assalomu alaykum, ismim Shohrux. V-Master Trade kompaniyasida ish faoliyat yuritaman. O'zbekistondagi mijozlarni qo'llab-quvvatlash bo'limi rahbariman. Bugun sizni kompaniyamiz borasida bir qancha savollar berib o'tmoqchiman, ya'ni oxirgi qilgan payoutingiz bo'yicha. O'zingizni qisqacha tanishtirsangiz. Assalomu alaykum, ismim Xondamir, yoshim 34 V-Master Trade'dan mana birinchi marta o'zi aytgandek birinchi marta payout qildim. Xursandman, tushdi. Savollarni berishingiz mumkin shu bo'yicha. So to begin with, what is your main purpose for entering the trading field and continuing to trade in general, brother Kandamir? Umuman trading sohasida kirib kelishingiz yoki tradingda faoliyat yuritishingizdan asosiy maqsad nima, Xondamir aka? Tradingda faoliyat yuritishdan asosiy maqsad qo'shimcha daromad olish qatori. Menimcha Hammada ham shu deb o'ylayman, boshqa yo'nalish ko'rmayapman. Savdo sohasiga qiziqqan, oldi-sotdi sohasiga qiziqqan, valyutalarga qiziqqan deydi. Dunyo yangiliklari bilan bozorni analiz qila oladigan sohaga kirgan odam bu sohaga baribir bir marta qiziqib ko'radi. That's very true. And how long have you been involved in trading so far? To'g'ri, juda to'g'ri. Qachondan beri trading bilan, ya'ni savdo bilan shug'ullanasiz? Trading bilan shug'ullanayotganimga taxminan bir 3 yilcha bo'lib qoldi. Qiziqqanimga taxminan bir 5-6 yillar bo'lib qoldi. Sounds good. And now, how did you hear about our company? Juda yaxshi. Bizning kompaniya haqida qayerdan eshitdingiz? Sizlarni kompaniyalar haqida o'zi avvalo o'tgan yili O'zbekistonda bir katta treyderlarning guruhi bor, algoritmchilar degan. Algoritmchilar ko'rayotgan bo'lsa, Umid aka, Suhrob aka, assalomu alaykum hammaga. Shu birga o'qigan bir tanishimiz bor. Shu guruhda birga o'qiganmiz. Shahnoza degan qiz. Shu qiz Rob kompaniya haqida ma'lumot berishni boshladi va aynan V-Master Trade'da instant account borligi, instant accountni boshqa prop kompaniyalarda ham instant account'i bor edi. Narxlari aytaylik $100,000 balans instant olish uchun $9,000 to'lash kerak edi boshqa prop kompaniyalarda. V-Master Trade'da umuman boshqacha summalar, juda kichik. Boshida shubha ham paydo bo'ldi. Nahotki shunaqa kichkina balans summa bilan instant account olib coinni payout qilish mumkinligi to'g'risida ozgina shubhalar ham bo'lgan. Keyin mana sekin-sekin ishlab, mana shu natijaga bartaraf bo'ldi mana. Albatta. O'zimiz ishlab ko'rgandan keyin birinchisi bo'ldi. Could you please share your MetaTrader or trading view screen with us so we can take a look at your trading approach? What trading methods or strategies are you currently using? Iltimos, hozir MetaTrader yoki TradingView haydingizni ko'rsata olasiz? Hozirda qaysi savdo metodlaridan foydalanasiz? Hozir o'zim o'qib chiqqan shu algoritm strategiyasi bo'yicha asosiy ishlashim. O'zlaringizni maxsus strategiyalaring bor. Maxsus strategiya bo'yicha shu o'zimiz o'qigan trading sohasini o'zi boshqa strategiyalarni ham ko'p qiziqib ko'rganman. SMC, ICT deydi, SNR. Hammasini bazasida shu baribir oxiri shu algoritm yotibdi. Unga amin bo'ldim. To'g'ri. Sizga bir ikkita qanaqa joyda ishlaganini ko'rsatib bera olishim mumkin. Masalan, aytaylik, oxirgi mana qaysi datada edi bu? 16-yanvardagi tillada bo'lgan vaziyat.
algoritm strategiyasi bo'yicha hozir уже internetda ham tarqalib ketdi bu narsa. H1, M5 zonalari. Kunlik zona aniqlanadi bu yerda. Kunlik zonani H1 zonasi olinadi asos qilib. Kunlik zonani H1 zonasi bu yerda yana buni qanday zonani M5 zonasini belgilab olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz. Ya'ni 5 minutlik time frame. 5 minutlik time frame olinadi. 5 minutlik time frame'da zona sifatida belgilanadi. Shu 5 minutlik time frame qaysi tarafga qarab buzib o'tishini hisobiga zona shakllanadi. Shu zona qaysi tomonga buzib yorishi bilan shu zonaga kelganda xuddi shu zonada yana bitimlar ochilinadi. Bu yerda atkat berib ochilinadi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 1 soatlik time frame'da juma kuni qanday ishlab berganini ko'rishingiz mumkin. 1 soatlik time frame'da M5 zona pastga buzilib qizil sham shakllangan, yana qaytib kiryapti shu zonaga. Keyingisida 3H1 da ham yorib o'ta olmayapti. Yana shu zonaga kelganda qaytyapti. Bu yoqda bozorga kirishda 1 marta, bu yoqda imkon bergan 2 va 3 marta, 4, 5, 6 marta bozorga selga Imkon bitta shu zonani, o'zi aslida Xuddi shu strategiya bo'yicha foydalangan. strategiya bo'yicha asosiy shunaqa. Qolgan kunlarda ham xuddi shu vaziyatni kuzatish mumkin. Qaysi tomonga qarab yorib o'tsa, xuddi shuni teskarisiga To'g'ri. ishlanadi bozorda. Endi u hammani strategiyasi har xil. Judayam Kimga men bu strategiya bo'yicha ishlaylar deb ayta olmayman, kimga yo'nalish ham bera olmayman. Hammani bozorga qarashi har xil, tushunchasi har xil. Shunday. Will you also use any robots when you enter the market, that is, expert advisor and so on? Siz biror bir robotlardan ham foydalanasizmi bozorga kirganda? Yo'q, bizda robotlar expert advisor borligini ko'rdim. Robotlardan xabarim bor, ishlash sistemasidan ham xabarim bor. Lekin uni o'zim umuman ishlatmayman. Birovga ishonib savdoga kirishda boshqalarga uncha ko'p tavsiya bermayman, ammo o'zini bilimi bilan kirgan to'g'riroq deb hisoblayman. That's correct. Based on the technical analysis you just shared, could you explain how you manage risk in your own trading account and how you control risk when trading or for others? Yuqorida keltirilgan texnik tahlil asosida akkauntingiz riskni qanday boshqarishni va boshqalarga riskni qanday boshqarishni maslahat bera olasizmi? Riskni boshqarish avvalo har bir odamda o'zini ishi. Prop kompaniya aynan Vmaster Trade'da ham bu narsa bor. 2% risk qoidasi har bir valyuta yo para bo'yicha. Bu narsa o'zi aslida savdo qilayotgan odamni tarbiyalaydi. Stop loss qo'yishga majbur qiladi. Take profit qo'yishga majbur qiladi. Bir qanaqadir bir impulsiv harakatlardan foydalanib qolib foyda qilishga emas, stabil daromadga olib chiqishga majburlaydi prop kompaniya. You can close TradingView now. So let's briefly move on to trading psychology. When it comes to learning and maintaining the right mindset throughout your trading journey, what resources help you stay disciplined with the strategies you mentioned? For example, are there any lessons, books, or YouTube channels that you find helpful? Trading yopishingiz mumkin. Endi qisqacha trading psixologiyasiga to'xtalib o'tsak, ya'ni savdo faoliyatingiz davomida, ya'ni tradingda savdo faoliyatingiz davomida psixologiyani o'rganish yoki uni saqlab qolish, shu siz aytgan strategiyalarda qolishga qanday manbalar yordam beradi? Misol uchun YouTubedan darslarmi yoki kitoblarmi? Savolingizni qaytarib olasizmi? Trading psixologiyasiga qisqacha to'xtalib o'tsak, tradingda riskni boshqarish va quyidagi ta'kidlab o'tgan qoidalaringizga amal qilish uchun psixologiyani ham mustahkam bo'lish kerak odamda. Shu psixologiyani mustahkam qilish uchun biror bir manbalardan video ko'rasizmi, kitob o'qiysizmi yoki biror maslahat olasizmi? Psixologiyani boshqarish uchun kim qayerdandir kitob o'qish yoki balkim kimgadir bu ham foyda berar. Balkim. Lekin hamma narsa odamni o'ziga bog'liq, avvalo o'zini nafsiga bog'liq. Qo'pol qilib aytganda, bu psixologiya nafsga bog'liq. U nafsni o'zi qondira olmasa,
u psixologiyani o'zi boshqara olmaydi u. Nafsni qondira olmasa o'zi riskni to'xtata olmaydi. Riskni boshqara olmay qoladi-da. And my next question, losses are a part of every trader's journey, and everyone who enters the trading field experiences them. After a losing trade, what habits or practices help you eliminate negative thoughts or emotions? Va quyidagi savolim hamma traderda ham hamma trader sohasiga kirgan barcha insonlarda yo'qotish bo'ladi. Muvaffaqiyatsiz savdodan keyin salbiy fikr yoki hissiyotlarni yo'qotish uchun qanday odatlaringiz bor? Odatlarim, tushundim sizni. Minus qilganda, masalan, kattaroq minus qilib qo'ydi, nima qiladi? Bozor bilan o'ynash kerak emas. Shunisi birinchisi aniq. Bizda shu dolzarb mavzu O'zbekistonda. U bozor bilan o'ynashadi-da, u yana nima deydi, minus qilib qo'ygan ustiga yana minusga o'tirib, yana minusga kirib ketib, bu trading bo'lmaykan deb chiqib tashlab ketib qoladi-da, keyin u savdodan 1-2 kun chalg'ish kerak. Kirmaslik kerak. Eng yaxshi usul shu. 2-3 kun kirmaslik kerak, kuzatish kerak faqat. Yana o'zini ishlayotgan strategiyasi bo'yicha analiz qilib, shunchaki savdoni kuzatib borish kerak. Qayerda o'xshayapti, qayerda o'xshamayapti, qayerda ishlayapti, qayerda ishlamayapti, o'zi uchun analiz qilib borsa, u sekin-sekin odam o'zini o'zi tarbiyalaydi. Uni birov kelib tarbiyalay olmaydi baribir. Demak, trading bu sabr. Qayerda kuzatishni va kutishni bilish kerak. Shunday. Tradingda pul sabrsizlardan sabrlilarga o'tadi degan qoida ham bor shu yerda. Of course. Could you share your feedback on our platform with us? Mana, qo'shilaman. Platformamiz haqidagi fikringizni biz bilan bo'lisha olasizmi? Platforma bo'yicha boshqa kompaniyalar bilan solishtirganda narxlar ancha arzon. Paketlarning narxi ancha arzon. Shartlarni to'liq tushunib o'qib chiqsa, sodda, shaffof aslida. Aslida sodda, shaffof, qiyinlashtirmaslik kerak. O'qigan nima deydi, kirgan odam ham kompaniyaga ham taklifim bor edi, hamma shartni davlatlar bo'yicha alohida chiqarib, masalan, O'zbekiston uchun, Qozog'iston uchun bunaqa shart, Tailand uchun bunaqa shart. Chunki men Discord guruhida ko'p kuzataman. Risk bo'yicha, masalan, scalping bo'yicha qaysidir davlatda olib tashlangan bo'ladi, qaysidir davlatda olib tashlanmagan bo'ladi. Uni u kirgan odam ko'rmaydi-da, u oxirida payoutni ko'ryapti. Mana shu joylarni har bir davlat uchun alohida qilib qo'ysa, shunda kirayotgan savdoga kirmoqchi bo'lganlar ham birinchi shartni to'liq o'qib chiqib, keyin ortiqcha savollar bo'lmaydi, ortiqcha e'tirozlar bo'lmaydi keyin ishlash davomida. Shunday. What suggestions do you have for improving our support system? Could you share your ideas with us? Tushunarli. Va so'ngida qo'llab-quvvatlash tizimimizni yaxshilash uchun qanday takliflaringiz bor? Ya'ni O'zbekistondagi qo'llab-quvvatlash tizimini yaxshilash uchun. O'zbekistondagi qo'llab-quvvatlash tizimi o'zingizda ham xabaringiz bo'lsa kerak. Hozir Vmaster Trade community ham paydo bo'lgan, affiliate partnerlar tomonidan qilingan. Ular ham ancha ish olib boryapti. Yangi kirayotganlarga tushuncha, darslik, qo'llanmalar ishlab chiqishgan. Juda katta foyda beryapti ular uchun. Ular nima bosqichma-bosqich tushuntirishyapti. Endi kirmoqchi bo'lganlarga ham, pul ichmoqchi bo'lganlarga ham shuni targ'ibotini to'g'ri qilsa, menimcha O'zbekiston uchun, Vmaster Trade'dan foydalanmoqchi bo'lganlar uchun bir yaxshi, nima deydi, bir foydali bo'ladi shunda. Thank you for sharing your time and insights with us. And best of luck with your future trading. Suhbat uchun katta rahmat. Keyingi savdolaringizda omad. Rahmat. Thank you for taking the time to share your insights and experience with us today. Special thanks to Shoru for providing translation support throughout this interview. And don't forget to like the video, subscribe to the channel, and turn on notifications so you don't miss our upcoming interviews. See you in the next video. We Master Trade.